Ozayotgan odamlarning orasida eng mashhur gap bu birinchisi vazn ko'tarsa bo'ladimi deyishadi. Ikkinchisi esa doimiy shu qomatni ushlab yurishim uchun nima qilsam bo'ladi deyishadi. Aynan bu ikkita savol umuman ikki xil ma'no. Vazn qotirish programmasi dietologiyada yo'q. Umuman isbotlanmagan bunaqa narsa. Chunki vaznimiz qotmaydi. Biz inson biz yeb qo'yishimiz mumkin, ko'proq suv ichishimiz mumkin, ba'zan umuman uyqusiz bo'lishimiz mumkin, ba'zan umuman harakat qilmasligimiz mumkin va bundan ko'rinib turibdiki 3-4 uzoq 5 kilogacha ham vazn bir oshib bir tushib bir oshib bir tushib uzog'i bilan, ya'ni u katta vaznliklar uchun bunaqa holati tabiiy, ya'ni vazn o'ynab turadi, lekin vazn hech qachon qotmaydi. Agar mabodo qaysidir dietolog sizga ozing, men sizga qotirish programmasini o'rgataman desa, umuman srazu uni отказ qiling, chunki qotirish programmani o'zi yo'q, vazn qotmaydi. Lekin vaznni doimiy bir xil ushlab yurishni imkoni bor. O'zi savol berasizlar-ku menga asosan, doimiy qanaqa qilib bir xil qomatda yursa bo'ladi deysizlar, o'zi savolinglardan javobinglar tayyor turibdi. Doimiy, ya'ni davomiylik bo'lsagina siz doim bir xil figurada yurasiz. Bundan ko'rinib turibdiki, vazn qotirish degan narsa yo'q, lekin davomiylikni doim ushlab tursangiz, vaznni bir xilda ushlab tura olasiz.